Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, barchalaringiz sog' omonmisiz? Shu kunlarda bir mavzu aylanib qoldi ijtimoiy tarmoqlarda. Ya'ni xitoyliklar egallayapti bu yurtlarni, yurtimiz yerlarini degan gaplar, mavzular ko'p aylanib shunga duch keladigan bo'lib qoldik. Endi internet shunaqa bir balo ofat narsa ekanki, birov sal boshqacharoq yo'talib qo'yadigan bo'lsa ham darrov tarqab ketar ekan. Shuni kutadiganlar bo'lar ekan, shuni orqasidan tirikchilik qiladiganlar bo'lar ekan. Ana shunday tirikchilik manbalaridan yana bitta sabablardan bittasi shu bo'ldiki, mana bu ko'tarilgan mavzu. Asli bunaqa mavzuni bir chetlardan chiqarib qo'yilar ekanda. Bu borasida ishlaydigan, aytib o'tganimiz institutlar bor. Ya'ni mana shunday odamlarning orasiga vahima soladigan, odamlarga qanaqadir bir fitna urug'ini sochib qo'yadigan tashkilotlar bor. Bu tashkilotlarning quli bo'lib ishlaydigan qulvachchalar bor. U qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar mana shunday odamlar orasiga bir vahimalar solib qo'yishadi, nimadirlar solib qo'yishadi, chalg'itishadimi bilmayman. Mana shunaqa narsalar bo'lar ekan endi. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin unday kimsalarga. Bu bilan faqat tirikchilik qilishyapti ana shunday kimsalar. Boshqa narsa emas. Jon kuydirib gapirayotgan bo'lganlari ham 99.9% mana shunchalik ham bir yurt g'ami degan narsa yo'q. Maqsad hamma bir gapirayotgan bir mavzu bo'layapti-da, o'shani gapirib qo'yyapti. Eng kamida. Bo'lmasa, ana shu tashkilotlar bor dedik, o'sha odamlarning orasiga fitna soladigan. Ana shu fitna o'chog'ini yana ham gurullatib yondirishlik uchun unga bir o't qalaydigan, olov qalaydigan, o'tin soladiganlar bular, xolos. Boshqa narsa emas. Men mana shu savolni berib ko'rdim o'zimga. Menimcha siz ham bersangiz to'g'ri bo'ladiki, xitoyliklar egallab olyaptimi yerimizni? Bizda bir noto'g'ri tushuncha bor-da. Insonni yashayotgan yeridan ham ulug' bo'lgan bir narsa bor. Mana bu yeri bor. Bu yashayotgan zamin yer emas. Undan ham ulug' narsa bor inson uchun. Mana bu yer, qalb, ko'ngil. Endi yaxshilab insof bilan savolni beraylik-da, javobini ham qanday topa olsak aytaylik. Mana shu joyimizni berib qo'yganimizga qancha bo'ldi? Nafaqat Xitoyga, Amerikasiga ham, Yevropasiga ham, boshqa joyga ham berib qo'yganmiz, hammamiz. Birgalashib so'ragandan ko'proq qilib berib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha g'arbni madaniyati degan narsa bor, o'sha madaniyatni olib kelib qo'yganmiz, mana shu yerga o'rnatib qo'ydik biz. Ular unchalik darajada bizni o'rnatadi deb o'ylamagan edi. Musulmonlar qat'iy bo'ladi, qat'iyatli bo'ladi. Bu darajada endi bizni g'arbimizga mukkasidan ketmaydi deb o'ylaganda biz ular kutgandan ham ko'proq narsani berdik. Qalbimizni berib qo'ydik. O'rnashib bo'lishdi bular. U yerimizga o'rnashgan bu yer sizdan ham, bizdan ham, hammadan qoladigan narsa. Xudo biladi 100 yildan keyin bu yer qayerlarga o'tadi bu. Biz aytayotgan falon bir davlatning yeri degan joyimiz boshqa davlatning yeri bo'lib qolishi mumkin. Buni bo'lmaydi. 200 yildan keyin qanaqa bo'ladi? 300 yildan keyin nima bo'ladi? Bundan tashqari qiyomat turibdi hali. Qiyomat qachon bo'lishini faqat Alloh biladi. Bir kundan keyin bo'lib qolishi ham mumkin. 100 yildan keyin bo'lishi ham mumkin. Allohga ayon bo'lgan narsa bu. Demak, to'g'ri bir qanaqadir bir vatanparvar sifatida yerimizni bermaymiz. Albatta, inshaalloh hech kim hujum qila olmaydi. Ana shu narsa sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ba'zi bir fitnachilarga aytayapman. Kerak bo'ladigan bo'lsa, hech qachon egallasha olmaydi. Hech qachon. Chunki qonun degan narsa bor. Shariatni xo'p ular tushunmasinlar. Qonun degan narsa bor. Hech qachon bular hech qanaqa yo'l bilan egallasha olmaydi. Xotiringiz jam bo'lsin. Ular balkim shunaqa bir tashab turishgandir. Qani shunaqa ko'rsak nima bo'lar ekan yo boshqa deb. Lekin hech qachon bu narsa qo'llaridan kelmaydi inshaalloh. Bu ish bo'lmaydi. Qachon bo'lmaydi aytaymi mana shu narsa. 100% xotirjam bo'lishingiz mumkin bo'lmasligiga bitta paytda bo'lmaydi. Biz mana bu joyimizdan chiqarib tashlaydigan bo'lsak, ana shularni. Bu yerdan chiqarishimiz kerak. Bu yerga o'rnashib, yashab, oldin arenada turgan bo'lsa, hozir endi o'ziniki xususiy mulkiga aylantirib bo'ldi. Bizni hamma butun tanamizni, ongimizni, fikrimizni, qalbimizni, tafakkurlarimizni hammasini berib bo'ldik ularga. Bitta yer qopdimi? U yer hech narsa emas u. Yerni berib qo'ygan bo'lsangiz, yana boshqacha qilib tortib olsangiz bo'ladi. Pulni to'lab, masalanda endi.
yana o'zingiz qilib olishingiz mumkin, qanaqa yo'llar bilan, qonunlar bilan, sud bilan. Lekin sud ham, qonun ham o'tmaydigan narsa bor. Mana buni berib qo'yganingizdan keyin tortib olishingiz qiyin bo'ladi. Bunga o'rnashdi ular. Yoshlarimiz o'rgatib bo'ldik, o'sha g'arb madaniyatiga buzildi. Ongi buzildi. Bolalarda o'sha dindan uzoqlashish degan narsa bor. Allohni tanimaslik degan narsalar bor. Va o'zimiz kattalar, ota-onalar bosh bo'lib turib, kerak bo'lsa, ular tomonga o'ta boshladik biz. Va ana shu o'tishligimizni bitta ko'rinishni aytmoqchiman men. Buni ko'pchilik sezadimi, sezmadimi bilmadim. Yurtimizdan musulmon bo'lib turib, yurtimizdan qochib ketib, o'sha ketlari ochilib qolgandan keyin, buzuqchiliklari ma'lum bo'lgandan keyin o'sha Yevropalarga o'tib ketib, ularni quli bo'lib, qo'g'irchog'i bo'lib turib, keyin o'zini yashab turgan yurtiga qarshi sayraydigan iblislar borda. Ana shu iblislar bizni yurtimizni sotib oldi. U yerimizni sotish shart emas. Bizni musulmonlarni yoki o'sha biz musulmonlar ichidagi yoshlarni adashtirib sotdi ular. Endi biz ana shularga qarshi turmaydigan bo'lsak, bu bir tiyin biz ana yerimizga o'zimizcha turib bergan bo'lishimiz bir tiyin bo'ladi. Agar ana shu sotqinlarga qarshi turib bermaydigan bo'lsak. Uni har xil ko'rinishi bor, sotqinlarning har xil ko'rinishi bor. O'sha Hizbut Tahrirga o'xshaganmi? Endi ular inlariga kirib ketib bo'lishgan ko'pchiligi. Juda yo'q. Men hozir Qirg'izistonda turibman, Ramazon Sharifda shunaqa ota uyimda, ota-onamning oldida, ya'ni onamning oldida turaman shu yerda. Ramazonni o'tkazamiz, xatmlar qilamiz, ko'rib turibsiz. Otamiz Shayx Alloddin Mansur nomidagi masjidda xatmlar bo'ladi. Mana shu yerda bo'laman, bir oy davomida shu yerda bo'laman ko'pincha. Ishlarim bo'ladigan bo'lsa, safarlarim bo'lib qolar o'rtada, lekin asosiy shu yerda bo'laman Ramazonda. Va shu yerda men ko'ryapman va xursand bo'lyapman. U hizb, mizib deganlari u haligi katta xolasinikiga ketibdi ular. Yo'q. Iniga kirib ketgan, yo'q bo'lib ketgan. Alhamdulillah Qirg'izistonda ham o'sha qonunlar kuchga kirib, oldin unaqa emas edi, oldin juda bemalol edi. Hozir ancha qonunlar ishga kirib, Alloh rozi bo'lsin, yurt rahbaridan va uning yordamchilaridan yaxshi ishlar olib ketishyapti. Mana bunaqalar yo'q bo'libdi. Inshaalloh alinaqa soxta salafit deganlar ham yo'q bo'ladi. Ular ham mana men aytayapman, mana shu gapni saqlab qo'ying. O'sha hizb haqidagini ham aytganmiz bir paytlar. O'sha hizb ham mana yo'q bo'lib ketadi deyildi. Alhamdulillah yo'q bo'ldi. Havas qilardik, chunki O'zbekistonda mana shunaqa narsalar yo'q bo'lib ketgan. Tomiri bilan kerak bo'lsa qirqib tashagan, ana shunday fitnachilarni yo'qotib yuborilgan edi-da. Allohga hamd aytgan edik mana shu narsaga. Va Qirg'izistonda ham qanday shu bir rahbarlari o'zgarib yoki bo'lmasa rahbarlari qanaqadir o'sha bir qonunlarni o'zgartirsa-yu degan narsa 5-6 yil oldin, 6-7 yil oldin mana shunaqa bir orzularimiz bo'lardi. Alhamdulillah ana shu orzular amalga oshdi. Rahbarlar o'zgarib, xalqni o'ylaydigan, dinni o'ylaydigan bo'lib musulmon rahbarlar keldi. Va bular sekin-asta tushunib borishyaptiki xalqning dardini. Ana shunday xalqning orasidagi buzg'unchilarni yo'qotish kerak, ularning tomirini quritish kerak. Unaqalarga hech qachon yo'l berish kerak emas degan narsani bular anglab yetib va bunga chora ko'rishyapti. Alhamdulillah bular hozir yo'q bo'lishyapti. Yo'q bo'ldi. O'sha hizbga o'xshagan har qanday toifasi, hatto da'vatchilar degan narsa bo'lardi. Juda bemalol edi ular. Mana shundoq qilishardi. Oldingizga kelib olib, uyingizga kelib, har kuni kelib 3 kunga chiqishing kerak, 1 haftaga chiqishing kerak degan bir qanaqadir da'volarni qilgan bo'lishib, aslida maqsadlari boshqa edi ularni. Va bular ham mana sekin-sekin inlariga kirishyapti. Va albatta inshaalloh yaqin kunlarda soxta salafit deganlari bor. O'zlaricha hozir shataloq otib yurmoqchi bo'lishyapti. Ular ham yo'q bo'lishadi. Inshaalloh. Ular ham o'sha katta xolasinikiga ketishadi, yo'q bo'lishadi. Qirg'izistonda, xuddi O'zbekistonda yo'q bo'lganidek, ana shunday fitnachilar barham berilgandek, inshaalloh umid qilib qolamiz. Bular ham barham beriladi, yo'q bo'lishadi. Ya'ni mana shularga biz qarshi turishligimiz bilan ana shu isqirtlarni quritgan bo'lamiz. Va nima degani bo'ladi bu? Mana shu joyimizga o'rnashganlarni yo'qotgan bo'lamiz. Agar bir indamaydigan bo'lsak, ana shunday haromlarni, haromxo'rlarni kelib olib shu yurtda buzg'unchilik qilishlariga, biz yoshlarimizni adashtirishlariga yoki bo'lmasa mana O'zbekistonda bor qochib ketgan qotil komilga o'xshaganlar. Ana shunaqalar borib turib u yoqda yurtiga qarshi qo'zg'olon qilmoqchi bo'lib, har xil fitnalarni boshqarayotganlarga biz umuman eshigimizni yopib qo'yadigan bo'lsak, ana shu isqirtlarni ko'rmaydigan bo'lsak, ularni bozorini yurg'izmaydigan bo'lsak, ana shu inshaalloh bizni boshqa bir orzularimiz amalga oshishiga sababchi bo'ladi. O'sha orzularimizdan bittasi yerimizni kimdir egallamasligi, har xil odamlar kirib kelmasligi bo'lyaptimi? Ana shu bilan biz qilamiz bu narsani. Yaxshi e'tibor qiling, o'sha Xitoydami, Amerikadami juda ham qattiq qonunlar bor.
qattiq choralar ko'rishadi. Buzg'unchilarga yo'l qo'yishmaydi va o'zligi bor, qattiq tura olishadi. Va o'z-o'zidan mana shu narsani ko'rgandan keyin uni yeriga hech kim ko'z olaytira olmaydi. Bizda esa ming afsus haligi laqmaroq bo'lib qolganmizda, xalqimizda laqmalar ko'paygan xalqimiz orasida. Ya'ni chiqib olib turib chiroyli gapiradigan bo'lsa, qochib ketgan. O'zi ma'lumki, qochib ketib gapiryapti. Qochib ketib bo'ldi u. Bitta savol tug'ilishi kerak. Nima uchun qochib ketdi bu? Nima uchun bunaqa katta gapiryapti? Nima uchun xalqqa sen unday qil, bunday qil degan narsalar ko'rsatmalar berishyapti? O'zlarichi savolni berish kerak. O'zlari qochib ketdi. Demak, ana shu qochqin maqomi, ana shu yurtidan quvilganlar qatoriga siz ham kirishingizni xohlayapti. Bekorga qilmayapti bu narsani hech ham. Agar u jonini tikib qo'yganman deydi-yu, xalqi uchun, yurti uchun jonini tikkan bo'lganda mana shu yurtda qilardi. O'lib ketish kerak edi mana shu yurtda qilib. Ana shu ibrat qahramon bo'lardi. Qayerda ko'rgansiz? Qaysi bir tarixda o'qigansizki, qahramonlarni yurtidan chiqib ketib turib, keyin qahramonlik ko'rsatganligini? O'sha yurtida qilganmi qahramonlik, o'sha yerda qiladi. Qahramon o'sha atrofda bo'ladi. U boshqa joylarga chiqib ketib turib bo'lmaydi bu narsa. Qahramonlik ko'rsatmoqchimisan, o'sha yurtingni qilishing kerak. Qila olmayapsanmi, demak sen qilayotgan ish qahramonlik emas, fitna. Va sen tushgan balchiqqa tushib bo'lgansan, o'sha balchiqqa boshqalarning tushishini xohlayapsan. Shunaqa bo'lar ekan. Cho'kayotgan inson uni qutqarmoqchi bo'lgan odamni ham cho'kishini xohlaydi. Nimaga men cho'kib ketyapman deydi. Qattiq bir dardga chalingan odam albatta o'tadi, xohlasa xohlamasa. Nimaga menlar og'riyman faqat? Nimaga falonchi og'rimayapti? Nimaga mana bu do'stim, o'rtog'imda bunaqa kasallik yo'q deydi. Balchiq bo'lgan odam, bir kraskaga yopishib qolgan odam boshqalarning ham shunaqa bo'lishini xohlaydi. G'alamislar ya'ni. Bu qochqinlar ana shunday g'alamislarki, bular balchiqqa botib bo'lishgan. Faqatgina bular bu yoqdagi odamlarning, o'sha yurtdagi odamlarning tinch yashashini ko'ra olmaydi. Nima uchun bu tinch yashash kerak? Nima uchun menga o'xshab sargardon, sarson bo'lish kerak emas bular deydi-da, eng zo'r yo'li. Xalq siz ham menga o'xshab sarson bo'ling deydigan bo'lsa, u xalq unga quloq solmaydi-da. Eng chiroyli gaplarni gapirish kerak bo'ladi. Xalqni qanaqadir bitta ikkita dardini gapirgan bo'lish kerak bo'ladi. Limitmidi, boshqamidi. Mana shu bilan sekin egallamoqchi bo'ladi xalqni o'zi tomoniga. Va bunga laqma bo'lgan xalq ergashadi. Bu bizda bor bular. Bu diyorlarda bo'ladi mana shunday laqma odamlar. Boshqa yurtlarni qaraydigan bo'lsangiz unday bo'lmaydi. O'zini o'zligiga, fikriga, tafakkuriga ega bo'ladi. Bizda ana shu tafakkuriga ega emaslik bo'lyapti. Nima uchun? Chunki bizni qalbimizda tafakkurimiz turishimiz kerak-ku, o'zimiz tafakkurimiz. Ana shu tafakkurni chiqarib yuborganimizda o'rniga boshqasini olib kirib qo'yganmiz. Go'yo yaxshi bir uyni qurganmiz, o'sha uyda o'zimiz turmaymizda, chiroyli uyga arendaga odam qo'yib qo'yganmiz. O'zimiz esa kichkina haligi buzilib ketadigan bitta xonali uyda turamiz. Yevro uyimizga esa arendaga qo'yib qo'yganmiz odamlarni. Ular maza qilib yashashadi. Ana shunday bo'lyapti hozir. Yo'q. Biz qalbimizdan, biz tafakkurimiz, ongimizdan begonalarni chiqarib yuborishimiz kerak. O'zimizni ongimiz, tafakkurimiz bo'lishi kerak. Qattiq turishimiz kerak. Ana shunday buzg'unchilarga, har qanday oqim, har qanday itlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar, hizb itmi yoki salaf itmi, soxta salaf itmi yoki boshqami, ularni yo'qotishimiz kerak. O'shanga biz xizmat qilishimiz kerak. Faqat bu davlatning ishi emas bu. Birodarlar, faqat bu davlatning ishi emas, faqat prezidentning ishi yoki yordamchisining ishi emas. Xalq birlashishi kerak. Ana shularni tomiri bilan yo'qotib yuborish kerak. Yo'qotish kerak umuman. Mahallangizda bormi bitta hizb? Uni yashashiga yo'l qo'ymang o'sha mahallangizda. Badarg'a qiling, yo'qoting uni. Men bunday iflos irkit bilan birga turmayman bitta mahallada deng. Mana shu sizning haqiqiy musulmonchiligingiz bo'ladi, vatanparvarligingiz bo'ladi. Kerak bo'lsa O'zbekistonda ham bor. Mahallalarda bir chekkalarda qolib ketgan ana shunday har xil oqim egalari bor, bitta ikkita chiqishi mumkin. Ana shunday orqasidan gapirib yuravermang, yo'qoting, chaqiring, mahalla ko'mini chaqiring, mahallani chaqiring, kattalarni chaqiring. Mana bu adashgan toifa. Bu bilan men bitta joyda yasha olmayman. Siz ham ayting, qo'shningiz ham aytsin, yana bittasi ham aytsin. Haligi yo'q bo'lsin, ko'chib yo'qolib oxiri chiqib ketadi, badarg'a bo'ladi bu. Yurtdan ketadi. Mana shunda biz haqiqiy qahramonlik ko'rsatgan bo'lamiz, vatanparvarlik qilgan bo'lamiz. Ana shu ishimizni ko'rgandan keyin chetdagi biz yerimizga ko'z olaytirmoqchi bo'lganlar ham sekin ortiga qaytishadi. Yo'q deydi, bularning o'zining tafakkuri bor. Ularning o'zining fikri bor. Bular bir qo'g'irchoqqa o'xshagan emas. Tepadagilar hal qiladi deb o'tirishmaydi. Yordam beradi bular. Rahbariga, prezidentiga, xalqiga birgalashib birlashadigan odamlar ekan bu xalq. Yo'q, bularni biz yenga olmaymiz deydi. Bularning yerini egallay olmaymiz. Tinchgina ketganimiz yaxshi deydi. Mana shu narsa bizning qo'limizda bor narsada bu. Oson narsa, qo'limizdan keladigan ishlar bu. Bunga katta bir mablag' sarflanmaydi yoki bo'lmasa bir kuch sarflanmaydi, so'ralmaydi. O'zimizning qo'limizdagi bo'lgan narsalar. Shundan foydalanmayapmiz biz.
O'shaning uchun avvalambor Alloh taolo saqlasin. Bu yurtlarga begona oyoqlarni kirib kelishligini Alloh taolo oldini olsin. Allohdan so'rab qolamiz bu ulug' kunlarda va har bir insonni, har bir xalqni, fuqaroni qalbi ham, ongi ham ochilsinki, Alloh taolo bir farosatini qaytarib bersin ularga. Ana shunaqa bir iblislarga, yurt buzg'unchilariga, yurtini sotganlarga, yurt furushlariga qarshi tura olishlik kuchini ato qilsin har bir insonga Alloh taolo. Ana shundagina inshaalloh biz o'ylagan ezgu niyat maqsadlarimizga erishamiz.